Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga yozuvchi, shoir, jurnalist Mirsaidov Mirmuhsin haqida ma'lumot beraman. Mirmuhsin 1921-yilning 3-may kunida Toshkentda tug'ilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika institutini tugatgan. O'z faoliyatini Mirmuhsin o'rta maktabda o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchiligidan boshlagan. So'ngra O'zbek radiosida, Markaziy gazeta va oynomalar tahririyatida, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida muharrirlik qilgan. Sharq yulduzi oynomasida 20 yil, Mushtum Hajviy jurnalida 10 yil bosh muharrir sifatida faoliyat yuritgan. Mirmuhsinning ilk she'riy to'plami Sadoqat 1943-yilda nashr etilgan. So'nggi yillar davomida O'zbekiston paxtakorlarining qahramona mehnatlari haqidagi Usta G'iyos, Yashil qishloq dostonlari yaratilgan. So'ngra Qadrdonlar, Shiroq va boshqa dostonlari omma yuzini ko'rgan. Moskvada Farg'ona bahori, she'rlar va dostonlar, lirik satrlar va boshqa to'plamlari chop etilgan. 1957-yilda Mirmuhsinning ko'p yillik mehnat namunasi Ziyod va Adiba she'riy romani o'quvchilarga havola etilgan. Mirmuhsin yaxshi romannaviy sifatida ham tanilgan. U zamonaviy O'zbekiston hayoti haqidagi Degres o'g'li, Chotqol yo'lbarsi, tarixiy romanlari esa Me'mor, Temur Malik kabi hayotiy romanlar muallifi hamdir. Degres o'g'li atoqli ishchilar avlodi haqidagi kitobdir. Mazkur romanda Butunjahon kasaba uyushmalari Markaziy kengashi hamda SSSR Yozuvchilar uyushmasi tanlovlarida zamonaviy ishchilar sinfiga doir eng yaxshi badiiy nasr asari mukofotiga loyiq topilgan. Yozuvchining o'tmishiga yuzlanishidan maqsad nafaqat qahramonining fe'l-atvorini chuqur kuzatish, balki O'rta Osiyo ishchilar sinfiga ibtido bo'lgan inson qiziqishining ilg'or vazifalari sari kurash olib borgan mehnatkashlarni ko'rsatish bo'lgan. Mirmuhsin bolalar uchun 10 dan ortiq kitoblar ham yozgan. Pushkin, Shevchenko, Mayakovskiy, Tixonov va boshqa ko'plab ijodkorlarning she'rlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Mirmuhsin 1974-yilda Umid romani uchun Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti sovrindori bo'lgan. 3 ta orden va medallar bilan taqdirlangan. O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi va O'zbekiston xalq maorifi a'lochisi sharafli unvonlari sohibi hamdir. 1998-yilda Mirmuhsin El yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga yozuvchi, shoir, jurnalist Mirsaidov Mirmuhsin haqida ma'lumot beraman. Mirmuhsin 1921-yilning 3-may kunida Toshkentda tug'ilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika institutini tugatgan. O'z faoliyatini Mirmuhsin o'rta maktabda o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchiligidan boshlagan. So'ngra O'zbek radiosida, Markaziy gazeta va oynomalar tahririyatida, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida muharrirlik qilgan. Sharq yulduzi oynomasida 20 yil, Mushtum Hajviy jurnalida 10 yil bosh muharrir sifatida faoliyat yuritgan. Mirmuhsinning ilk she'riy to'plami Sadoqat 1943-yilda nashr etilgan.
so'nggi yillar davomida O'zbekiston paxtakorlarining qahramona mehnatlari haqidagi